bizaga mana pulim bor, ketdi yuring, nima yegiz kelyapti? O'tiring mashinaga deb bizani o'tkazib, eshikni ochib, bizani o'tkazib, eshikni duf etib yopadigan, Gentrada yuradigan, Mercedes yuradigan yigitlarga biz tegmadik, bizga yoqmadi o'shanaqalar. Bizaga Jigulisi bor, Nexia'si bor bolalar yoqdi. Puli yo'q bolalar yoqdi. Hozir pulim yo'q. Ertaga обязательно bo'ladi. Hozir mana 8-mart senga bitta plitka shokolad topgan. O'sha shokoladni ham yemaymiz biz, olib qo'yamiz. Deb peshonamizga ochsam buzilib qoladi. Bir dona yesam, kechqurun bilan shuni o'ylab chiqdik. Bir donasini yesam, ta'mini ko'rsam qanaqa bo'lar ekan? deb. Tug'ilgan kuningizda bir dona atir gulob keldi. Agarotdan fitib uzib, mana senga gulob keldim. Sen mana shu guldek ochilib yurgin jonim deb bir dona mantina o'p qo'yganiga xursandsan. Ana u gul suvlimasin deb suviga shakarlarni solib, shakar choy qilib biz ichmadik. Suvga shakarni solib, gulni solib qo'ydik suvlimasin deb. Suvlagandan keyin chiritib deb kitob orasiga solib biz asradik. O'sha yetimchalar bergan gul. G'ar etib mashinasiga o'tkazib, men seni yaxshi ko'raman, o'zim baxtli qilaman deb aldaydiganlarga tegdik biz. Sani 5-6 yil ketingdan yurib to'y o'tishi bilan 2 kundan keyin "Hay iflos! Yaxshi ko'rasan, soqolim chiroyli, ko'zim chiroyli, kutim chiroyli" deydiganlarga tegdik-da biz. Xor bo'ldik keyin. Oldingizda mana shu labim bilanchi qulog'imga bo'lib qolmani, labing shirtirsang bo'lmas ekan. Yoningizda deb o'sirib nima qilaylik endi orqaga ishlagandan keyin o'sirasan deb o'shani bizga hidlatdi. Biza uni ustidan kulolmaysan qizim. Agar kulsang turba xaltasini yig'ishtirib ketadi onasinikiga.